Assalomu alaykum. Stadin podkastiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum Begzod aka. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Vaqtingizni alohida ajratib. Hammaga tanishtirib o'tiraman qisqa. Begzod aka Oxford International degan tashkilotda rasmiy vakillari bo'ladilar. Qisqa aytganimda Oxford International bular Angliyaning ancha bir mashhur va ko'p universitetlar bilan hamkorlik qilishadi. Masalan, bittasidan biri bu University of Greenwich. Begzod aka, baribir o'zingiz tanishtirib va tashkilot haqida ozgina qisqa ma'lumot etsangiz. Assalomu alaykum. Taklif qilganlarga oldindan rahmat. Xursandmiz yig'ilib o'sha informativ bo'ladigan, ya'ni ma'lumot beradigan bitta podkast uyushtirayotganlarga. O'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Begzodxon Xo'jayev. Buyuk Britaniyani Oxford International Education Group kompaniyasini O'zbekistondagi, Tojikistondagi va Ozarbayjondagi regional menejer bo'lib ishlayman. Oxford International aytganingizdek, Buyuk Britaniyani va nafaqat Buyuk Britaniyada, Avstraliya, Amerika va Kanadada bir nechta universitetlarni universitetga provider bo'lib ish yuritadi. Umuman qilib olganda 27 universitet kiradi bizning portfoliyomizga. Ularning ichida endi biz javob beradiganimiz, ya'ni biz cover qiladiganimiz bu Buyuk Britaniyadagi universitetlar. Buyuk Britaniyada o'sha siz aytganingizdek ko'pchilik eshitgan, xabari bo'lgan yoki nomini как minimum eshitgan universitetlar bu University of Greenwich, Londonda joylashgan, juda ham chiroyli kampusiga ega, top как minimum top mingtalikka kiradigan universitet. Va undan tashqari Londonda joylashgan ikkinchi universitet bu Roehampton universiteti. Aminman ko'p odam Roehampton universiteti haqida ham ko'p eshitgan. Va boshqa universitetlarimiz ham bor, u Angliyaning boshqa shaharlarida va Londonda ham boshqa universitetlarimiz ham bor. Ular haqida menimcha podkast davomida yana joyi kelsa chuqurroq informatsiya berib ketamiz. Albatta. Avvalambor eslatib o'taman, Oxford International bilan biz juda ham yaqin va juda ham nima deydi, talabalar juda ham yoqtiradi, to'g'risini aytaman, chunki sizlarda yaxshi zo'r anaqa universitetlarning tanlovlari bor. Masalan, o'sha Greenwich ham aytib o'tganimda, bekorga Greenwich aytmayman, chunki o'zingiz ham Begzod aka bilasiz, farangiz ham tasdiqlaydi. Greenwich juda ko'p o'zimiz yosh talabalarimiz biladi. Ko'pchilik o'sha yerda o'qishga keladi. Haqiqatan yo'nalishlari yaxshi, har xil yo'nalishlari bor. Masalan, vibri katta. Bir nechtadir savollar bor. Endi bunaqa nima deydi, juda ham ko'p savollar bor. Asosiy savollarni anaqa so'rayman, hammani qiynaydigan va eng qiziqlarini. Birinchi o'rinda o'sha qanaqa yo'nalishlar mavjud, ya'ni masalan bilamiz, Angliyada foundation bor, keyin foundation har xil turi ham bor. Masalan, sizda qanaqa turlari bor? Keyin yana ko'pchilik bizdan so'raydi, ofisimizga keladi, aka, opa, foundation o'qisa bo'ladimi? Bilaman, sizda ham anaqa foundation o'qiydigan variant ham bor. O'shalar haqida birinchi bo'lib tushuntirib bersangiz. Xo'p. O'z ko'pchilik oxirgi paytda o'zi bilyapti. Foundation desa oldin odamlar nima u, qanaqa u deb aytishardi, tushuntirib berish kerak bo'lardi. Lekin hozir ko'p talabalar ko'rsatayapman, o'sha foundation nima, international year 1 nima, masters nima, bakalavr nima degan savollarga bilib kelishyapti. O'zbekistonda 11 yillik maktab ta'limidan keyin attestat olishadi. U yerda General Secondary Education degan unvon emas, attestat beriladi. Unda General Secondary Education anaqasiga o'tadi. Angliyaning aksariyat universitetlari General Secondary Education bilan to'g'ridan to'g'ri bakalavr darajasiga qabul qila olmaydi. Va ular u talabalarga foundation, ya'ni 1 yil o'qish desa ham bo'ladi, 1 yil подготовительный kurs desam, u учебный centrga yaqinlashib ketib qoladi. U учебный center emas. U universitetning birinchi kursi. Foundation o'qishni talab qiladi. Oxford Internationalda foundationni turli xillari bor. U turli xil deganda 1 yil o'qiydigan, ya'ni sentyabrda o'qishni boshlaydigan talabalar o'sha akademический 1 yil o'qiydi, may oxiri, iyun boshigacha. Undan tashqari intensivniy foundationlar ham bor. Bu допустим aprelda boshlagan talabalar University of Kentda o'sha avgustgacha foundation darajasini tugatadi.
Bu degani 1 yil vaqtini yo'qotmasdan, даже yarim yil ham emas, где-то bir 5 oyda foundationni bitiryapti. И sentyabrdan bakalavr birinchi kursiga o'tib ketadi. Shunda 4 yil emas, salkam 3,5 yilda bakalavri bitiryapti. Bu foundation o'qiganda. Undan tashqari mana oxirgi 2-3 yilda bu o'zgarishlar bo'lyapti. Buni o'sha xabaringlar bor, boshqa provayderlar yoki boshqa universitetlar ham sekin-sekin qabul qilishni boshlayapti. Shunda ham to'g'ridan to'g'ri, ya'ni directly deb aytadi ular. Direct admission emas, to'g'ridan to'g'ri bakalavrga emas, именно International Year 1 degan uровень bor. O'sha orqali qabul qiladi. International Year 1 bu universitetda birinchi kursi bir xil. Faqat qo'shimcha ingliz tilidan darslar yoki o'sha adaptatsiyasiga kerak bo'ladigan qo'shimcha darslar orqali внедрять qilinadi. Uni bitirgandan keyin ikkinchi kursga davom ettirib, общий hisoblaganda 3 yilda bitirib ketadi talaba. To'g'ri. Bakalavrga ega bo'ladi 3 yilda. Chunki baribir endi biz masalan chet elga boryapmiz, bizani asosiy tilimiz, ya'ni ona tilimiz o'zbek tili bo'lgani uchun ingliz tilini masalan ko'p talabalar keladi, IELTS zo'r, masalan 7.5, no baribir nima deydi, ona tilimiz o'zbek tili bo'lgani uchun u yerda albatta keyin u yerda jamiyatda ham masalan borganingizdan keyin IELTSim zo'r deysizda, masalan zo'r olganman, zo'r ingliz tilini bilaman deysizda, lekin u yerga borgandan keyin o'zim masalan Angliyaga borganim uchun sezdim. U yerda o'sha yerdagi odamlar bilan gaplashish уже boshqacha ekanda til. Qanaqadir baryer baribir bo'ladi, kimdirda hayajonlanish bo'ladi, har xil sabab, lekin shu International Year 1 deganda to'g'ri anaqa aytadi, chunki talabalar so'raydi, tam nimaga baribir ana bakalavr emas deb hisoblanmaydi. Shu ingliz tili darslar qo'shimcha bo'lgani uchun. Men yana qo'shimcha qilib ketgan bo'lardim. Foundationni o'zi ko'pchilik faqatgina ingliz tilidan kurslar deb o'ylaydi. Yo'q, u unaqa emas. Hozir aytganingizdek, men o'zim ham siz aytgan muammoga uchraganman-da. Men o'zimcha Angliyaga borishdan oldin men ingliz tilini zo'r bilaman, bu yerda bo'y bilan gaplasha olmayman. Borgandan keyin kofega kiryapman, kofe zakaz qilgani. Nimadir deyapti-da, bundan anqayib qolib turman. Boshqadan qaytarib ol, iltimos deb inglizcha dedi. Ular o'zi britanskiy aksent u bir dunyo. Undan tashqari tez gapirishi men hali o'rganmaganman. Men-ku necha 21 yoshimda borganman-da. Hozirgi bakalavr ketayotgan bola 17 yosh bo'ladi. U yerda siz aytganingizdek nafaqat yangi til, u yangi dunyo, yangi atrofidagi muhit, cultural shock как minimum bo'ladi. И foundationning vazifasi o'sha cultural shock bo'layotgan paytda bola darslarni qabul qilishi yoki o'zi вообще o'qishga kuchi deb aytaylik, boshqa narsaga ketayotgan bo'ladi-da, u ko'nikishiga, boshqa narsasiga. O'sha paytda universitetda asosiy beriladigan bilimlardan qolib ketmasligi uchun bir yil adaptatsiyasiga berilyapti. U narsa to'g'ri, hamma har xil, kimdir boradi, bir hafta, 2 hafta yashasa, o'zini mahallasida yurganda yuraveradi keyin. Bir xilli 3 oy, 4 oy yurganda ham ko'nik olmaydiganlar bor. Shuning uchun u narsani ular faqatgina o'zbekistonliklar uchun emas, butun dunyoga qilib qo'ygan bu narsani. O'zi tegida bu narsa menimcha chet eldan, ya'ni international student deb aytiladi, xalqaro talabalar uchun qilingan sharoit. Bakalavrda 3 yilda beriladigan asosiy ma'lumotni to'liqligicha olishligi uchun foundation ungacha tayinlab oladi, yaxshilab. Yoki ana aytaylik, sarevnovaniyga qanaqadir borganda bolalar sirasi kiyimni alishtirib tushib ketmaydi-yu, parterga boshqaga. Razminka qiladi, o'zini qizdira oladi, keyin tushadi. Xuddi shu narsa deb o'ylayman unda. To'g'ri, bir xil bolalar o'zining kuchiga ishonsa, bilimiga ishonsa, boshqa qilsa, конечно, hozirgi paytda 1 yilni ekonom qilish, International Year 1 orqali o'qishni davom ettirish hammaga qiziq. Chunki bu не только, ya'ni nafaqat anaqasiga 1 yil umriga, vaqtiga, u pul tomonlama ham ekonom bo'ladi bolaga. Uni bilasizlar, viza rasxodlarida, sug'urta rasxodlarida ekonom bo'ladi. Plus kontrakti, universitetda 4 yil kontrakt to'lamaydi-da, 3 yil kontrakt to'laydi. Bu summaga qaraganingizda 30 ming, 35 ming dollar ham ekonom qilyapti degan gap, o'ziga yarasha pluslari bor buni ham. International Year 1 zo'r narsa. Shu aytganingizdek vaqt ham tejaydi, pul ham tejaydi, lekin bizni o'zimizda shunaqa holatlar bo'lgan. Endi nima deydi, talabalar masalan, ba'zi bir talabalar kelib, bilasizmi, men shu universitetda foundation o'qimoqchiman. Chunki nimaga deganda, masalan, foundation siz ham optionlarni bizga tushuntirib aytganimizda ham bir bilmadim, ancha kes bo'lgan, Farangiz ham agar eslasalar aytishlari mumkin. Tayyorlanish uchun foundation o'qimoqchiman. Chunki baribir menga 3
3 yil zo'r, 3 yilda masalan tezroq bitirib olaman, lekin 3 yil men uchun kam. Men kamida 1-yil podgotovka qilib, ya'ni tayyorgarlik ko'rib, o'sha Angliyani masalan nafaqat qanaqadir madaniy, yoki urf-odat tomonlardan, til tomonidan, balkim eng muhimi ko'pchilik aytadi, o'qish sistemasi boshqacha o'tdi. Masalan, o'shanga men o'rganish uchun o'sha podgotovka kerak deb bir xil spetsional foundation tanlaydi. Shunaqa. Ya'ni bu spetsional, mana hozir aytayotgan sababim ko'pchilik nima uchun foundation deganda, даже o'ziga ishonadigan odam ham masalan agar o'shanga aql bilan masalan nima deydi, ya'ni yaxshilab o'ylab agar ana qilsa, tanlasa, foundationni ular aynan o'sha yaxshi tayyorgarlik ko'rib, keyinchalik baholariga o'qish yaxshi o'qiyman deb tanlashadi. Keyin shu gapingizga qo'shimcha qilib ketaman. Foundation yana plusi deganda 3 yillik International Year 1 ni men o'zim kimga maslahat bergan bo'lardim. Tanlayotgan fakulteti, major yoki o'sha bunaqasi programmasi qabul qilish osonroq. Endi oson anaqa kasb yo boshqa yo. Aytaylik, business management yoki project management bo'lsa, men o'ylayman 3 yilda amallab tortib keta oladi. Lekin men o'zim qaytarardim talabalarni, o'sha agentlik aytamiz, bunga anaqa foundation yoki International Year 0 offer qilib ko'ringlar deb. Engineering ketayotgan talaba masalan. O engineering o'zi 3 yilda ham hazm qilib olishi yoki o'rganib olishi qiyin narsa-da. Engineeringga bitirib zo'r injener bo'lib chiqishi o'zi oson emas. O'shaning uchun ularning oyligi katta boshqa. Ya men 3 yilda amallab ketaman, o'zi IELTS 5.5. Men ularga aytaman, o'sha 1 yil foundation o'qisin. Nimaga? Boya aytganimdek 1 yilim ekan ham qo'yman, mashinchi pulim ekan ham qo'yman deb o'ylab ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin liboy medallar orqa tomoni ham bor-da. Qiyinmi? O'tga borganda o'qolmay qolsa, u 1 yili boshqachasiga unga, как сказать, problema bo'lib qaytib keladi. Bitira olmasa, birinchi kursni ikkinchi kursga o'tkazmaydi ular. Ikkinchi kursga o'tolmagandan keyin boshqatdan o'qiydi u narsani, yana o'sha pul. Undan ko'proq mashmashasi bilan ish shu. Поэтому agar tanlayotgan programmasi qiyinroq programmami, o'sha foundation o'qigani yaxshi. O'ziga yaxshi bo'ladi bu narsa. Shuning uchun programmaga qarab International Year 1 mi yo International Year 0. Year 0 o'sha foundation va bakalavr hisobida yo foundationmi tanlab ketish kerak deb o'ylayman. Ham studentlar ketishdan oldin imенно nima xohlayotganini bilmaydi. Bakalavr yoki Greenwichda o'qiyman, yoki Roehampton yoki East London menga yaxshi yoki Bristol yaxshi. O'shanda ham foundation ularga eng fundament rolni o'ynaydi. Ayniqsa Oxford Internationalda foundation ham yaxshi o'qitadi, chunki bizda yaxshi feedbacklar ko'p studentlar o'qiyotgandan. Ham Londonni markazida joylashgan, Greenwich shunda oldida. Ayniqsa bitta studentimiz hozir o'sha Greenwichda 2-kursdalar. Yaxshi feedbacklar beradilar. Ham ingliz tillari ketishlaridan oldin 6.5 edi, yaxshi edi. Lekin borganlardan keyin aytdilar, yo'q, 6.5 unchalik o'ta zo'r bilmas ekanman. Lekin Oxford Internationalda foundation o'qiyotganimda professorlari kelib dars o'tayotganda aytishdi, bilaman, sizlar international studentsizlar. Sizlarga biza nativdek gapirmaymiz, biza iloji boricha sizlar tushunadigan ingliz tilida boshdan o'rgatib, boshdan ko'niktirib o'tamiz deb hozir Xudoga shukr successfully o'tdilar bakalavrga. Hozir 1-kursni ham bitiryaptilar. Aytdilar, foundation yaxshi bo'lgan, что men qaysi yo'nalishni nima xohlayotganimni men foundation yerda bilib olganman. Foundationdan ketishdan oldin umuman boshqacha fikrda edim. Foundationdan keyin o'zimni yo'limni topib oldim. Agar o'sha paytda Year 1da kelganimda o'zim afsuslanardim. Bo'lardim balki, boshqa yo'nalish tanlab qo'yganimda. Men ham studentlarga ko'proq maslahat beraman. Agar bakalavrda qaysi universitetni hali tanlamay, chunki internetdan qidirsa, eng yaxshi universitet Angliyada desa, конечно, Oxford, Cambridge, UCL, King's College yoki boshqa universitetlar ko'rsatadi. Studentligi faqat shular zo'r universitet ekan, faqat o'sha yerga kiraman yoki boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Lekin 1 yil foundationda o'qigandan keyin o'sha student fikrlari, yo'nalishlari baribir o'zgaradi. O'shaning uchun ham fundament rolni yaxshi o'ynaydi foundation. Mana shu aytayotgan pointingizni men o'zim ham shuni придерживаться qilaman. Men ko'p agentlarga ham masalan 1 yillik foundationni как бы tushuntirib berayotganda, treninglar qilayotganda aytaman. Ketayotgan bolaning yoshi 17 yoshda. Masalan, men o'zim 17 yoshligimda unaqa kelajakda kim bo'laman degan decisionlarni qilishga достаточно bilimim yoki experience'im bo'lmagan yoki shunaqa yoshdagi odamlar bo'lmaydi deb o'ylayman.
bunga nima kerak? Man to'g'ri try qilib ko'rish kerak. Foundation o'ziga yarasha degustatsiyada bitta yeb ko'radi, yoqsa dальше yeydi degan narsa. Nimaga aytaylik boshqa International Year Zero yoki International Year One'ga borganda alishtirib ololmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Texnически bu narsani qilsa bo'ladi. Lekin bu qo'shimcha rasxodlar, vizasini boshqatdan qilish, yugur, tushuntir, boshqa qil, muammosi ko'proq. Foundationda 1 yil foundation o'qiydi, u 1 yil ichida siz aytganingizdek bu hayotda nima xolayapti? Kim bo'lgisi kelyapti? O'zi Angliyada o'qigisi kelyaptimi, o'qigisi kelmayaptimi? Angliya yoqdimi, yoqmadimi? Qaysi universitet yoqdi? Chunki 1 yil o'qiyotgan paytida bemalol vaqti bo'ladi. Borib o'sha Londondagi 4 ta 5 ta yoki 20 ta universitet bo'ladimi? Xolasa borsin Manchesterga, boshqa yo'lga universitetlarni ko'rib, o'sha yerdagi sharoitda boshqasini ko'rib kelishga shansi bo'ladi-da. 1 yildan keyin уже выбирать qiladi. Men ekonomika o'qimoqchimanmi? Yo'q, hali ham kompyuter science o'qimoqchimanmi? Yo'q, men уже arxitektor bo'lmoqchimanmi? Уже ozgina понятияsi bo'ladi. Nimani torta olaman, nimani torta olmayman yoki nima xohlaman, nima xohlamayman. Shuning uchun foundation bu zo'r degustatsiya, o'zini kuchlarini, boshqasini ko'rishga, испытать qilib ko'rishga zo'r narsa. To'g'ri. Shuning uchun studying agentligi albatta masalan ko'pchilik keladi. To'g'ri, masalan bizga kelgan talabalar ko'pchilik emas, to'g'risini aytaman, kamdan kam men aniq arxitektor yoki aytishlik bo'lmoqchiman deganlar kam. Aytganingizdek 17 yoshda masalan men ham bilmasdan yurardim, nima qilaman, kim bo'laman? Ha, universitetga kirishim kerak bo'ldi, diplom olishim kerak bo'ldi. Lekin aniq kimligimni u payt menimcha kamdan kam odam. Shuning uchun bizga keladi, so'raydi masalan, qayerda o'qisa bo'ladi, qanaqa sohada o'qisa bo'ladi. Shu eng mashhur soha shu qanaqa soha. Keyin biz albatta aytamiz, mana shunaqa o'zingiz qarang, nima qiziqasiz, nimaga qiziqasiz. Albatta masalan daraja o'sha o'qish darajasini tanlayotganda aytamiz, mana foundationda o'qib oling birinchi. Faqat 1 yil o'qib oling, masalan sразу 4 yillik tanlamasdan, birinchi yil intensiv qilmasdan 1 yil o'qib oling, keyin уже bila olasiz o'zingizga. Tam kimdir bahosiga qaraymizda, masalan International Year One desa, yo'q, International Year One yaxshi, zo'r, qarang siz baholaringiz mana bunaqa. Shuning uchun birinchi foundation o'qib olganingiz yaxshi deb tushuntiramiz. Ya'ni bizning kompaniyada bu narsalar hammasi aytib o'tiladi. Bekzod aka foundation haqida menimcha bo'lmagan tushunarli ko'pchilikka. Sizlarda masalan mana foundationni aytaylik talaba o'qidi. Foundationni o'qigandan keyin nima qilsa bo'ladi? Masalan mana bo'ldi, foundationni o'qidim, qaysi universitetlar bor, qanaqa optionlar bor? Qayerga davom ettirish mumkin bo'ladi o'zini o'qishini? Xo'p, foundationni bitirgandan keyin o'zi talabalar proses bo'yicha UCAS degan platforma bor yoki universitet o'ziga directly universitet saytidan напрямую to'g'ridan to'g'ri application topshirib o'qishga qabul qilinishi mumkin. Aksariyati UCASdan topshiradi u narsani. Foundationni tamomlagandan keyin ballari yetganiga qarab o'sha boyga aytganimizdek qaysi universitetda qaysi yo'nalishda o'qishini hal qilib bo'lgandan keyin tanlab topshiradi. Bizani foundationni bitirgandan keyin biz har yili yangi partnyor universitetlar qo'shilib ketyapti. Ularning ro'yxatini bizani Oxford International saytida ko'rsanglar bo'ladi yoki o'sha broshuralarimizda boshqada bor. Ularning ichida top 100 taliga kirgan universitetlar ham bor, top 200 taliga kirgan universitetlar ham bor. Kontrakt qimmatroq bo'lgan yoki-da top 1000 taliga, top 700 taliga kirgan universitetlar ham bor. Foundationni bitirgandan keyin o'sha talabani va uni oilasini qo'lida bo'ladi narsa tanlash. Qanaqa narsa xohlamoqchisan? Men bunaqa narsa xohlamayman. Men bunga pulim yetadi. Men mana o'qigim kelyapti. Men bu yo'nalishda o'qimoqchiman. Men bu shaharda o'qimoqchiman. Foundationdan keyin xohlagan joyga ketaveradi. Aynan masalan Oxford Internationalda so'ramoqchi bo'lganim, sizlarda qanaqa masalan siz balkim tavsiya qiladigan universitetlar bor? Masalan o'sha universitetlarda qaysi sohalar mashhur, ko'pchilik balkim tanlaydiganini aytasizmi? Ko'pchilik o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib. Xo'p, o'zi ko'pchilik tanlaydigani, boya Farangiz ham aytganlaridek, ko'pchilik talabalar tanlaydigani bu Greenwich universiteti. Nimaga Greenwich tanlashadi? Chunki Greenwich universiteti top 1000 talaydi. То есть reyting bo'yicha, akkreditatsiyasi bo'yicha diplomi butun dunyoda o'tadigan universitet. Tuition feesi baribir u narsa muhim, hamma narsa pulga taqaladi o'tdi.
tuition feesi boshqa universitetlarga qaraganda ancha hamyonbop. Undan tashqari foundationni bitirgan, Oxford International Foundationni bitirgan talabalarga Greenwich universiteti scholarshiplar, ya'ni skidkalar beradi birinchi, ikkinchi, uchinchi kurslariga Greenwich talashadi. Bu faqatgina kontraktning hisobidan emas, Greenwich universitetida siz boshida aytganingizdek yo'nalishlar juda ham ko'p. Общий 3 ta kampusi bor. Greenwich universitetini главныйsi o'sha Londonda joylashgan, ikkinchi zonasida yo'nalishi liboyni topsa bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha qulaylik bo'ladi-da. Mana universitet yoqyapti, lekin siz xohlayotgan yo'nalish bo'lmasa topshira olmaysiz. Greenwichda shu narsalar bor. Undan tashqari ko'p o'zi butun dunyodan kelayotgan, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyodan kelayotgan xalqaro talabalar Angliyada Londonda o'qishni xohlashadi. Chunki London necha yillardan beri ketma-ket xalqaro talabalar uchun, yashash uchun va o'qish uchun top 1, ya'ni eng zo'r shahar bo'lib kelyapti. To'g'ri, oxirgi yillarda eng qimmat bo'lib ketdi. Hali ham international studentlarga eng yaxshi ko'radigan shahar hisoblanadi. O'sha Londonning ichida to'g'ri oxirgi 1 yildami, 2 yilda Greenwich уже unvon oldirib qo'ydi desa ham bo'ladi. Lekin student satisfaction bo'yicha nomer 1 universitet bo'lgan. Student satisfaction nimaga qaraladi? Bu facilitylar, ya'ni universitetda binodagi bo'lgan talabalarga bo'lgan sharoitlari. Sport zali-yu, darsxonalari-yu, laboratoriyalari-yu, kutubxonalari-yu, ovqatlanadigan joylari, boshqasi ham. Haqiqiy universitet. Haqiqiy universitet. O'zi buni shunaqa odam Google ga kirib University of Greenwich deb yozsa ham kampuslarning rasmlari chiqadi. Mana shu yerda o'qigim kelyapti degan hissiyot keladi-da. Kelgan Greenwich main kampusi, glavniy kampusning tepasida Greenwich Park bor, u yerdan butun London ko'rinadi. Juda ham chiroyli joy-da. U yerda o'qib, ham yashab yurgan talaba menimcha har tomonlama maza qilib, shuning uchun shuni tanlashadi deb o'ylayman. Greenwich ham eng yaxshi, hamma providerlarda ham bunaqa opsiyonlar yo'q. 4 yillik yoki 3 yillik programmaga sirasi viza berish. Bizning studentlarimiz nafaqat studentlarimiz ham ota-onalar ham risk qilish xohlashmaydi. Agar endi to'g'ri foundationdan keyin bakalavriatga o'tib ketish oson, lekin ularning baribir requirementlari bo'ladi. 1 yildan keyin boshqa talab vizaga topshir. Ota-onalar tinchgina 4 yillik vizaga topshirib qo'ya qolaylik yoki IELTS UKVI emasda, oddiy IELTS. Men baribir hamma tomonlama o'ylab chiqdim. Greenwich menga eng yaxshi variant bo'lsa, deb aytishsa, Greenwich 4 yillik viza berib tinchgina 4 yilga ketadi. Xotirjam 4 yil bemalol yurishadi, to'g'ri. O'sha qaysi universitetda o'qimoqchiligini, qaysi yo'nalishda o'qimoqchiligini o'zi oila a'zolari bilan, o'zi bilan maslahatlashib bo'lgan, kelish bo'lgan, maqsadi aniq talabalarga international year 00 variant. То есть bittada 4 yillik viza beriladi, 4 yillik kas oladi-da, integrated kas. 4 yillik viza oladi. Bu degani 4 yil vizamni yangilashim kerak, yangi viza olishim kerak, sug'urtani boshqatdan to'lashim kerak degan savollar boshini og'ritmaydi, faqat shu o'qishiga konsentratsiya qilib o'qishni o'qiyveradi. Bu tomonlama rosa qulay. Ham Oxford International nima deydi, agentstvalar, providerlar ichida eng shedrilardan bittasi desa bo'ladi. Chunki tuition fee tomonidan ham sizlar yaxshi skidkalar ham berasizlar. O'quvchilar endi biz ham harakat qilamiz. Londonda faqat Greenwich emas, Oxford International boshqa universitetlar ham bor. Masalan, Roehampton, Kent. Shular haqida ham ozgincha ma'lumot berib o'tsangiz. Faqat Londonda universitetlar emas, boshqa shaharlarda ham bemalol o'qib. Yoki masalan boshqa, mana Londondan tashqari boshqa populyarniy, mashhur shaharlar qaysi? O'sha sizlarning hamkorlik universitetlarning orasida. Xo'p, Londondan tashqari, Londonda boshqa universitetlarimizni ham aytib ketaman. Roehampton bor, Ravensbourne bor, Oxford International Pathway Centerlarimiz, ya'ni foundation o'qitadigan o'zimizning kollejlarimiz bor. Londonda va Londondan tashqarida bu Canterbury shahridagi University of Kent bor. University of Kent masalan biznes shkolasi yoki IT fakulteti deydi, computer sciencelar boshqalar butun Buyuk Britaniyada ancha topoviy reytinglarda turadi. Buni bemalol QS ratingda ham, Times Higher Educationda ham, boshqasida ham bemalol tekshirib olsa bo'ladi.
yaxshi universitet, universitetda joylashuvi, kampusi, shunaqa qilib qurilganki, oddagi talaba konkretniy talaba hayotini kechiradi. Londonda London vibe deymiz-ku, hamma narsa bor. Canterburyda bu o'sha kinolarda ko'rganimizdek Angliyani vibe'ini beradigan shaharcha. Universitet o'sha yerda student accommodation, ya'ni talabalar yashaydigan joyi ham universitetdan 10 minutlik peshkom yo'lda joylashganda. Ko'p universitetlarda, Londondagi universitetlarda unaqa imkoniyati yo'q. O'shaning uchun tashqaridagi universitetlarda bunaqa imkoniyatlar ko'plab bor. Kent ulardan bittasi. Kentda, University of Kentda shunaqa sharoitlari bor. Undan tashqari bizani universitetlarimiz bor. Bangor, University of Bangor bu Walesga yaqinroq joylarda. Bradford bor, bu Manchesterga yaqin joylarda. Shotlandiyada Edinburgh Napier degan universitetimiz bor. Topoviy universitetlardan University of Dundee bor. Dundee shahrida joylashgan Shotlandiyada. Dundee o'zi Buyuk Britaniya, bilasizlar, xumuriy davlat-ku. Xumuriy deganda yomg'ir yog'averadi. Joylashuvini hisobiga. Dundee Buyuk Britaniyada eng solnechniy, ya'ni eng quyoshli shaharlardan bittasi. Kimga Toshkentni quyoshi ko'nikkan bo'lsa, u variant ham bor. Undan tashqari Demanford bor, to'g'ri eslatdingiz, yaxshi. Lester shahrida joylashgan Demanford universiteti. Demanford universiteti aytgancha o'zini IT yo'nalishlari va arxitektura yo'nalishi bo'yicha juda ham taniqli. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, Londonda Girl Kingmi anaqada Bodring deymiz-ku, Bodring binosi yoki Londonda знаменитый mostlar bor, otini eslamadim. Shu Demanford universitetida bitirgan, arxitektura yo'nalishida o'qigan talabalar proyektini chizgan. То есть shu universitetda o'qib, o'sha alumni bo'lib, hozir butun dunyoda ko'rsatsam, bu London deydigan binolarni qurgan odamni o'qiganda. То есть menimcha oddiy yoki kачествоsi yo'q universitetlardan unaqa talabalar chiqmaydi deb o'ylayman. Bu narsani birinchi marta men o'ylamanki, o'sha Oxford, Cambridgeda o'qigan anaqalar hamma narsani qilgan bo'lsa deb. Londonda Demanford shunaqa arxitektura bo'yicha zo'r ekan. Demanford arxitektura bo'yicha juda ham yaxshi universitet. Keyin Londondagi masalan Ravensbourne universiteti deb aytdim. Bu juda ham yosh universitet. Ochilganiga hali bir 15 yil ham bo'lgani yo'q. Lekin joylashuv tomonlama Londonda joylashgan. U yoqda ko'proq bugungi kungi sohalar, ya'ni digital, media, management sohalariga, computer science ga qattiq urg'u berayotgan universitet. Kimga digital marketing yoki shu digital bilan oid bo'lgan sohalar qiziq bo'lsa, juda ham yaxshi variant. Chunki hali o'sha aytganimizdek yosh bo'lganligi uchun, reytingi baland bo'lmaganligi uchun bu universitetlarning kontraktlari hali baland emas. Buni fasilitilari hammasi joyida. Buni Google'dan ham shunaqa qarasa, binosi ham o'zi oddiy emas, g'ayrioddiy qilib kampus qilib qo'yishgan. Bekzod aka, keyingi muhim savollardan bu o'sha universitetlarni, foundation va universitetlarni kontrakt narxlari umumiy qilib aytsangiz bo'ladi. Masalan, mana shundan mana shungacha, chunki hammasiga ko'proq ketadi. Keyin shu qancha skidka berasiz, scholarship shu miqdorini ham aytsangiz. Xo'p, Farangiz aytganlaridek Oxford International o'zi qolganlarning ichida eng shedrilari. To'g'ri, men o'zim uchun chekimdan bermayman skidkani. To'g'ri, hamma rynoklarga emas, ya'ni hamma davlatlarga emas, O'zbekistonga yaxshi skidkalar beriladi bizda. Aytaylik, Greenwich universitetida kontrakt narxi birinchi yiliga 17,000 funt sterling bo'lsa, birinchi yiliga 4,5 funt sterlinggacha skidkani bemalol talab ola oladi. Bizning partnyorlarimiz orqali topshirishadigan bo'lsa, bemalol bu narsaga olisha olasiz. O'sha boshqa universitetlarimizda ham kontraktlar shu 17,000, 18,000, 19,000 funt sterling atrofida va ularga ham 3,000, 4,000, bir xillariga 5,000 gacha scholarshipgacha bera olamiz. To'g'ri, orada bir xillarida special case'lar bo'ladi, special request'lar bo'ladi. Unda undan ham kattaroq scholarshiplar olish imkoniyatlari bor. Shu boyga aytganimdek, ham so'rab ko'rilguncha yo'q deyishmas degan taktikada ishlanadigan joylari bor.
eng katta scholarship beradigan sentrimiz bu o'zimizni foundation o'qitadigan kollejimiz Londonda va Oksfordda kampuslarimiz bor. Londondagi kampusimizga 5000 funt sterlinggacha scholarship beramiz. Kontrakti 16,5 ming funt sterlingdan, bu 11,5 ming funt sterling foundation o'qiyapti degani. Oksforddagi filialimizga scholarship kontrakt narxi bir xil, shu 16,5 ming. Scholarship'i 50% emas, 15 mingligida 50% bo'lardi. 7,5 ming funt sterlinggacha scholarship bera olamiz. By request deydi, talabga qarab. Menimcha pastga hech kim bermasa kerak, kamdan kam. O'zi shunaqa, bunaqa narxga foundation o'qish Angliyada adashmasam butun Buyuk Britaniyada yo'q. Adashmayotgan bo'lsam, bo'lishi mumkin kimdirda bitta ikkita joyda. No, Londonda yoki shu atrofdagi kollejlarda bunaqa narsa yo'q. Biz o'zimiz ham hali bunaqa generous eng yaqin uchratmaganmiz. eng yaqin intake yanvarda bo'ldi, 25. 26 yanvarda o'zi. O'shanda eng arzon ketgan, ko'p ketga olib eng arzon ketgan student o'zi ham 8400 funtga foundationga ketdi. Oksford shahrida hozir o'qib yuribdi. Bu birinchi studentimiz emas, o'sha studentlarimiz 8,5 mingga foundation. U agar u kimdan so'rasak, it is not possible. What we sizlar bilan xudo xolasa, xudoga shukr. Bekzod aka, mana shuncha foundation, universitetlar, shu qanaqa universitetlar bor, narxlari, eng muhimlarini o'tkazib yoribmiz. Shu universitetlarga, foundationga kirish uchun talablari qanaqa, IELTS, qanaqa hujjatlar kerak? Keyin aytgancha intakelar haqida ham aytdi, chunki bilaman sizlarda intakelar har xil juda ham ko'p. Qishga, yozga juda ham flexible. O'shalar haqida umumiy qilib bir aytsangiz. Xo'p, intakelardan boshlayman. Bizda har xil universitetlarimizda har xil paytlarda intakelar bor. O'zi Buyuk Britaniyada ikkita eng katta, eng muhim intake bor, eng katta главный intakelar deyiladi. Birinchisi fall intake sentyabrda bo'ladi. Ikkinchisi uni ko'p joyda spring intake deyishadi, Januaryda bo'ladi. Ya'ni yanvarda boshlanadigan January intake bor. Ulardan tashqari Oxford International aksariyat universitetlarida noyabr intake bor. Aprel intake bor, fevral intake bor, may intake bor, iyun intake ham bor. Hammasida demayman, bir xillarida bor. To есть iyunda o'qish boshlamoqchiman degan talabaga ham bizning portfoliodagi universitet kollejlardan bemalol variant topsa bo'ladi. Bu lekin juda ham qulayda borish. Ba'zi bir talabalar so'raydi, masalan, birinchi shu intake, boshqa intakelar bormi, yo'qmi, или там ba'zi bir talaba ulgurmayotganlar bo'lsa, biz sразу Oxford International davay, mana har xil intakelar bor, tanlasam. Ham bir kunda berasizlar. Bir kun uzoq-ku. Искусственный интеллект generate qilingan. Sразу beradi. Applicationni bu Chrome'da yoki o'sha browserda application submit qilgandan keyin shuni emailini ochib emailga kirsa, o'sha offer kelgan bo'ladi, conditional offer. Bu saytdan искусственный интеллект generate qilingan. Bu juda ham muhim narsa. Ko'pchilik talaba so'raydi. Masalan, o'sha keldi, konsultatsiya oldi, hujjatlarni yig'ib aniq topshirdik. Masalan, boshqa universitetlarda kamida 2 haftagachada, даже bir xillarniki rovni bir haftadan keyin beradi. Talabalar so'raydi, offer qachon bo'ladi, offer qachon yozaveradi. Chiqib ketadi. Oxford Internationalda даже ular so'rashganmi ko'ring, sразу offer keladi. Bu juda ham anaqa muhim. Qulayliklari bor o'zi. Chunki talabalar tushunsa bo'ladi. Men o'zingiz ham menimcha tushunasiz. Ko'pchilik hayajonlanadi. Offer ola olamanmi, yo'qmi? Даже portfoliosi kuchli bo'lsa ham o'sha hayajonlanish, kutish, mana shu protsess anaqasi, jarayoni bu juda ham ular uchun stress. Shuning uchun даже bir kun ham aytganingiz uzoq deb. Lekin o'sha AI ga kiritganlaring bu juda ham zo'r anaqa qanaqadir zamonaviy, kreativ. Ancha tushunarli. Решение. Application ham front-end kerak. Ammo boshqa universitetlarda, даже top 300 tali universitetda eshitmaganman, AI bilan ular admissionni qanaqadir o'sha endi boshlab o'zi butun dunyo AI ga endi qiziqib qoldi. Bizda mana shuni tepada tezlashishdi, qilish kerak buni bolalar deyishgan, qilishgan. Qolganlarni sekin-sekin ko'rib o'rganishadi. Talablar haqida shu davom etiraman. Intakelarni aytdik, talablarda o'zi Angliyada eng glавный talab bu ingliz tili bilimi, ya'ni IELTS va maktabni bitirgan bo'lishi kerak talaba. IELTSdan foundationga IELTS 4,5
hech qaysi komponenti to'g'ridan kam bo'lishi kerak emas, lekin bu oddiy akademik IELTS haqida gap ketmayapti. Bu UKVI ikida SEL deb aytiladi. IELTS haqida aytilyapti. Buni menimcha videoda UKVI отдельно UKVI IELTS ham chiqarsak bo'ladi. Chunki o'zim ham ko'p eshitganman, saytingizda to'g'ri ham yozib qo'yibsizlar-ku deydi-da. Uni tezroqda o'qisa UKVI IELTS bo'lishi kerak degan joyi bor. International Year 1, International Year 0 larga yoki magistraturaga topshirayotgan talabalarga UKVI bo'lishi kerak degan narsa yo'q, lekin ularga undergraduate ya'ni bakalavr darajasidagi International Year 0 yoki International Year 1 ga topshirayotgan talabalarga IELTS, akademik IELTS UKVI bo'lishi shart emas, no UKVI bo'lsa ham qabul qilinadi. IELTS 5.5, hech qaysi komponenti 5.5 dan kam bo'lishi kerak emas. Faqatgina orada agar intensive foundation bo'lsa yoki intensive international year 1 bo'lsa, u 0.5 ballga ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun bitta aniqlashtirib olish kerak bo'ladi bu narsani. Undan tashqari maktab attestati topshirayotgan talaba shu yili maktabni bitirayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni sentyabr intake'ga уже qabul ochiq, lekin maktabni hali bitirmaganman, qanaqa topshiraman degan savol yo'q. Maktabni bu yil bitiradigan talabalar, ya'ni 11-sinf o'qiyotgan o'quvchilar, talaba emas, o'quvchilar. Уже topshirib conditional offer olishligi mumkin bemalol, scholarship olib qo'yishligi mumkin bemalol va depozitlarini to'lab, joylarini secure deymiz inglizchada. Band qilib qo'yishligi mumkin, aniq band qilib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Faqatgina shu maktabni bitirganda attestatini berish kerak bo'ladi. International Year 0 ga talab attestati GPA deymiz-ku, o'rtacha balli 5 dan 3 dan baland bo'lishi kerak. 5 balli sistemada 3 dan baland bo'lishi kerak. Bu degani hammasi 3 bo'lsa ham qabul qila oladi. Faqat ingliz tili tomonlama to'g'ri kelishi kerak. International Year 1 da ozgina talablar balandroq. O'tda o'sha o'rtacha balli 4 dan baland bo'lishi kerak. Bu degani bitta 3 bo'lsa qabul qilmaymiz degani emas. O'rtacha balli. Ikkita 3 bo'lib turib yoki ikkita 5 uni ham forishi mumkin. Shu momentlar to'g'ri kelsa, talabani bemalol International Year 1 ga ham qabul qiladi. Agar studentda bahosi 3 dan sal to'g'ri bo'lmasa, 3.8 yoki 3.9 yoki 3.7 bo'lib qolsa, lekin unda qanaqadir SAT'si bo'lsa yoki work experience bo'lishi mumkin maktabdan keyin, shunaqa paytlarda International Year 1 ga olish imkoni bormi? Imkoni bor deb men bu yerda hozir garantiya bera olmayman. Men o'zim tomonidan nima garantiya bera olaman? We can try. Okay. То есть ko'rib chiqsa bo'ladi. Admission yozib ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, bu talablaring to'g'ri ekan, 3.8 ekan, lekin mana joylari bor. Deganda admissionga berib ko'rishimiz mumkin. U admission direktor emasman yoki meni qo'limdagi narsa emas. Admission ham настроенияsiga qarab hech qilmaydi buni. U qaysi tur momentlarga to'g'ri kelish kerakki, o'shanga qarab qabul qilishadi ular. No harakat qilib ko'rsak bo'ladi, shu boyaga aytganimdek. Why not? Yo'qotadigan narsamiz yo'q, yozib ko'ramiz, email ko'rib chiqadi, xo'p desa zo'r yutamiz. Agar yo'q deydigan bo'lsa, mayli, shuni kutib degan narsa bo'ladi. Zero bilan o'qir. Shu talablarga qo'shimcha qilib bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Internetda masalan ko'p boshqa agentstvalarni kuzatayotganimda shu narsani sezganman. Ko'pchilik agentstvalar IELTS'siz ham Angliyaga IELTS'siz ham kirgizib beramiz deb reklamalar chiqazadi. Boshida tushunmagan, to'g'ri, masalan, endi birinchi marta tushunmay, keyin sekin-sekin o'rganib, даже telefon qilib ham so'raganimizda shu oxir oqibat shunaqa bo'ladiki, что ular ingliz tilisiz kirib beramiz degan narsani conditional foundation bilan conditional offer olib beramiz degan ma'noda o'sha narsani reklama qilishar ekan. To'g'ri, texnически, yuridически bu to'g'ri kelyapti. Masalan, offer olib beradi agentство o'sha aytayotgan agentstvo. Qabul xatini olib beradi. Qabul xatida yozilgan bo'ladi. Qabul xatida, lekin shartlar bo'ladi. IELTS oxir oqibat kerak bo'ladi. Masalan, o'sha qanchadir deadline beriladi. Masalan, o'sha o'qishga qabul qilish o'zini deadline'igacha beradi. No, buni как marketing reklama sifatida ishlatadi. Bu to'g'ri, balkim marketing jihatdan balkim to'g'ridir, bilmayman. Lekin baribir talabalarga menimcha to'g'risini aytish kerak. Shuning uchun masalan biz ham Oxford International o'ziga masalan Foundation yoki International Year 1 или 0 larga conditional offer olib bera olamiz. IELTS bo'lmasa ham. No, baribir oxir oqibat IELTS kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha narsani aytib o'tishim kerak. Chunki ko'pchilik bizga telefon qiladi, или Telegramdan yozganda ham aytadi, mana boshqa agentstvo IELTS'siz olib kirib beraman deyapti-ku deydi. O'shanga shu narsani da e'tibor berish kerak bo'ladi. Aniq so'rash kerak bo'ladi. U qanaqa imенно baribir ingliz tili
ya'ni ingliz tilida suhbatlashadigan davlatga borolman deb talaba o'zi ham qiziqishi kerak. Biz o'zimiz ham aytamiz, to'g'risini oxirigacha. Ham Oxford Internationalda ichki imtihon ham bor. Endi shuni aytmoqchi edim. Reklamada men ham ko'rdim, ko'zim tushgandek bo'ldi IELTS deb, lekin men siz aytganingizdek u conditional offer o'zini olib berib bo'ldi, biz aytganimizni qildi, u degan taktikalarligini bilmasdim. Men o'ylagan narsa внутренний ekzamen haqida gap ketyapti bu yerda. To'g'ri, IELTS sertifikat emas, lekin bir xil universitetlarning, bir xil providerlarning o'zining ichki imtihoni bor. U ichki imtihoni ham shu talabalar ingliz tili darajasini tekshiradigan imtihonlar. U ingliz tilisini tekshirmasdan ketadi degan emas. Boya aytganingizdek, logichni ingliz tilida gaplashadigan davlatga ketsam, o'tda ingliz tilini bilishingni tekshirish kerak ular. Borib o'tga borib ingliz tilini bilmaydigan odamga noldan ingliz tilini o'rgatmaydi ular. Ularning ishi emas. U yezikovoy kursga ketayotgan bo'lsa-ki, til kursiga u boshqa gap. O'shaning uchun men o'yladim, bu внутренний ekzamen haqida gapiryapti kelganda, IELTS topshirmaysan, внутренний ekzamen topshirasan, deyishsa kerak deb o'yladim. Oxford Internationalda ham o'zi bor, внутренний ekzamen, ELT. ELT ning o'zining narxi 120 funt sterling turadi. Dollarda 160 dollarlik chiqadi adashmasam, 160 dollarlik bo'ladi. Uni biz tekin qidira olamiz. Agarda bu talaba bizani o'sha universitetlarimizga qabul xati olib, depozit to'lovini qilib, o'zining joyini band qilib qo'ygan bo'lsagina, shunaqa. Bu narsa oldin menimcha hech qaysi boshqa providerlar bunaqa juda kamdan kam. Внутренний ekzamen tekinlar bor. Внутренний ekzamen tekin providerlar bor. Uni aytolmayman. Именно qarangda, mana hozir Oxford ELT dedingiz-ku. Lekin Oxford ELT adashmasam boshqa anaqalar ham o'tadi. Boshqa ham o'tadi. To'g'ri aytasiz, gapingizga qo'shilaman, boshqa universitetlar tekin qiladi, lekin ular shu narsani aytib o'tadiki, lekin degan joy bor-da, o'sha tekin aniq ekzamenda faqat o'zimizga o'tadi deb aytishadi. Shunaqa. Shu tomoni bor. Lekin Oxford ELTda shunisi yaxshi, masalan, sizlarga ham o'tadi, to'g'ri. No, boshqa endi masalan IELTS ga masalan qaraganda ham arzon, ham sizlar bilan agar именно sizlar bilan o'qiyman desa, o'sha tekin bo'ladi. Juda ham shunaqa. Rezultatlari ham tez chiqadi. Endi hozir IELTS ham computer based bo'ldi, u ham ancha tez chiqyapti, qulay bo'lib qoldi talabalarga. Shu. Yana shunga qo'shimcha qilaman, hozir mana esladim. Menimcha o'sha universitetlar IELTS olib kiraman deganni balkim adashayotgan bo'lishi mumkin. No, ko'pchilik pre-sessional qilib menimcha reklama qilishsa ham mumkin. No, pre-sessional degan programma bor. Pre-sessional degani bu o'sha aytaylik foundationdan oldin 2,5 oylik yoki 2 oylik ingliz tilisini ko'tarib olish bo'yicha kurs. Bu narsa IELTS siz olinmaydi. O'tga IELTS ozgina yetmayotganlar olinadi. Допустим, 5,5 talab qilinyaptimi? 5 bo'lib qolyaptimi? Bunga pre-sessional qo'shsa bo'ladi. IELTS yordamga unas qo'shing. Balkim ular birinchi menimcha savol bersa kerak-da, sizda oldingi anaqa olingan IELTS bormi? Yetmayotgan bo'lsa ham, masalan, o'sha bilan balkim anaqa ham bo'lishi mumkin. Har bitta agentlikning o'zining marketing strategiyasi bor, o'zining sotish bo'yicha stili bor deylik. Yoki o'zining qadriyatlari bor. Kimgadir bu narsa muhim, kimgadir boshqa narsa muhim. Shuning uchun ularning ichidagi nima o'ylaganini bila olmaymiz hali. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Men masalan boshqa agentliklarni yomonlab, marketing noto'g'ri qilib demoqchi emasman. Bizani o'zimizga shunaqa falangiz ham tasdiqlaydilar. Mana men bu universitetga bordim-da, lekin aslida foundationga emas ekanda, meni pre-sessionalga yoki pre-mastersga qilib, yana qo'shimcha qilib, anaqa, lekin uni aytishmadi deb aytadi. Agar aytsa u boshqa gap. Masalan, aytib, mana sen birinchi botga borasan. Uni bor bo'lgandan keyin bilyaptimi uni? Bor bo'lgandan keyin bilyapti-da. Qoyillik. Bor bo'lgandan keyin. Agar masalan biz aytamiz, xohlasang pre-sessional bor, pre-masters bor, lekin tushuntiramiz. Masalan, bunda yana qo'shimcha pul to'lanadi va qo'shimcha vaqt ketadi deb. Shu hammasini tushuntiramiz. Endi u ma'lumot to'liq bermaslik, noto'g'ri ma'lumot berish o'ziga yarasha javobgarligi bor, uni o'zligi beraverishadi. Nega men ham endi eshityapman, shu darajada bolalarni anaqa qilishyapti. Behzod aka, menimcha yana bir anaqa muhim savollardan bor. Prekrasitda-yu. Yo, intervyudan oldin, endi intervyu bu hozir unga sal ko'proq vaqt ketadi. Qisqa qilib, qisqa lo'nda, accommodation haqida yotoqxona bu ham chunki talabalarga muhim. Ko'pchilik so'raydi, accommodation olganimiz yaxshimi yoki o'zimiz kvartiraga yechganimiz yaxshimi? Masalan, bu anaqa qanaqadir tanishlar bilan yoki o'sha O'zbekistondan kimdir bilan tanisha oladi-da, birga kvartira ichmoqchi bo'ladi. Yoki accommodation o'tishi. Keyin o'sha universitetlarning xavfsizligi, security, masalan,
shu aytganingizdek bir xil talabalar 17 yosh bo'lishi mumkin, kimdir 18 yosh bo'lsa ham baribir chet davlatga ketqizadigan ota-ona xavotir olishi mumkin. Accommodation o'sha universitetda security jihatdan. Xo'p, accommodation o'zi ko'p universitetlarda o'zini accommodationi bor yoki o'zini accommodationi bo'lmasa ham, yotoqxonasi bo'lmasa ham, ular частный yotoqxonalar bilan kontraktlari bo'ladi. Qaysi biri yaxshi, ya'ni o'sha universitet yotoqxonasimi, studentlar yashaydigan yotoqxona yaxshimi yo siz aytganingizdek kvartiraga chiqib og'aynilari bilan yashagani yaxshimi yoki частный yotoqxonalar bor o'tdi, organizatsiyalar konkretniy qurib qo'ygan zo'r fasilitilar bilan o'sha yaxshimi desangiz, hammaga har xil to'g'ri keladi-da. Aytaylik, nimaga kvartirada turibdi ko'pchilik desangiz, kvartira выгоднeyroq. Chunki o'rtaga tashlanadi, расходы boshqasi pul jihatidan, xarajat jihatidan bu выгоднeyroq. Universitetda o'zini o'sha faqat talabalar uchun qurgan, faqat shu universitet talabalari uchun qurib qo'yilgan yotoqxonasi o'ziga yarasha qulayliklari bor. Bu ko'pincha yonida bo'ladi universitetda. Peshkom keladi o'qishiga, kelgan kursdoshlari bilan birga yashaydi, darsini birga qiladi, chalg'imaydi, boshqa qilmaydi, o'ziga yarasha plyusi bor. Lekin bunga qaraganda, ya'ni kvartiraga qaraganda qimmatroq bo'ladi. Safety darajasini ham men o'zim Greenwich, именно Oxford Internationaldan ketgan studentim o'sha Greenwich yotoqxonasida yashab o'tganda borganman. Lekin safety darajasi juda yuqori. Ham eng menga yoqqan taraflardan bittasi shunda metroga bir 8 ta 10 ta qadam tashlaydi. O'sha accommodationda bo'ladi. Universitetga peshkom 3 minutda yeta olaman deyapti. Shunaqa. Birinchidan to'g'ri qimmatroq, lekin yo'l kirasiga sarflamaydi, peshkom borib keladi, vaqtini ham yutadi. Lekin yo'l kira ham Londonda qimmat. London chaq tashiydi. Londonga borganda doim o'zi London metrosini yaxshi ko'raman. Nimaga? Любой точкаdan tushib, любой точкаdan chiqa olasizda. Taksiga o'tirsangiz chaqib tashiydi. Shuning uchun men o'zim metroni yaxshi ko'raman. Metro ham kuniga hisoblasangiz, uni keyin bir oyga ko'tarib olsangiz, normalniy summa chiqib qoladi. Metro ham lekin arzon emas. Men o'zim ham borganimda studentim kelganda aytdi, men bir oyligim hisoblab kitob qilib chiqdim. 400 funt ketib qolibdi yo'l kiram o'ziga. Qancha joyga borsangiz 400 funt ketib qolibdi. Undan ko'rasa men bitta samokat olsam yaxshiroq ekan, sotib olaman, shu bilan yuraman. Skuter oladi hozir. Shu tomonlama aytganingizdek, universitetda o'zining yotoqxonasi shunaqa plyuslari bor, balki boshqalari ham. Private accommodationlar, ya'ni xususiy yotoqxonalar bor. Vita student shunga o'xshaganlar. Ular faqat talabalar uchun yotoqxonalar. Safety tomonlama ular ham ancha safetysi zo'r. Ular bunga qaraganda ham qimmatroq. Nimasini hisobiga? Ko'pincha facilitilarning hisobiga. Xonalarida-ku yaxshi remont qilingan yoki bitta xonada biroz yashaydi. Aytaylik, birinchi etajda PlayStation bor yoki sport zali bor, o'zining basseyni bor, boshqa. Shuning uchun bular qimmatroq yoki lokatsiyasi bilan sentrda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Sentr joylashgan. Shuni hisobiga ular qimmatroq qilib qo'ygan. Ham Greenwichga xuddi saytida ko'rsatgandek bir xil, hech qanaqa xuddi o'sha narsa. Masalan, bir xil paytda saytdagi rasmlarni update qilib turishadi. Men ham sezdim shu narsani. Chunki men o'zim talabalarga nima maslahat bergan bo'lardim. Sharoit bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, qanchadir vaqt universitetda accommodationda yashab turishi. Bu adaptatsiyada ancha yordam beradi. Chunki kvartiraga borsa, svetni to'g'irla, uni to'g'irla, uni qil, buni qil, boshqaroq ko'proq. Gostinitsada yashaganda yashaydi, почти. Yanaqada talabalar yotoqxonasida accommodationda. Ozgincha vaqt yashadingmi, ko'nikib oldingmi, bo'ldi, senga ramkalaring kattalashdimi deb aytaylik, og'aynilar topdingmi, birga yashay oladigan odamlarni topdingmi, tanishdingmi, ana o'shanda chiqish kerak kvartiraga. Chunki kvartirada botdan ko'pincha arrangement qanaqa qilinadi? Gruppalarda boshqada kvartira kerak, topishadi, borishadi. Zo'r kompaniyaga tushsa, zo'r bolalarning krugiga tushsa, zo'r. Lekin har xil kruglar bor, har xil kompaniyalar bor. U narsa har xil ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun birinchi borasan, joylashib olasan, keyin kvartiraga chiqqaning yaxshiroq degan maslahatni bergan bo'lardim. Agar puldan muammo bo'lmasa, unga navbat o'sha facilitilari, zali, boshqasi yonida bo'lish kerak bo'lsa, private accommodation, why not?
lokatsiyasiga qarab o'ziga qulay joy tanlaydida, ketaveradi, o'sha yerda o'qiradi, yashayveradi. Londonda accommodation muammo bo'lmaydi sizda. Londonda accommodation muammo bo'lgan odamni shu paytgacha eshitmaganman. Ko'chada qolib ketganini. Men o'zim nima maslahat bergan bo'lardim, ya'ni masalan kvartira ko'rgani ketyapti, deylik, men bir o'zim kvartira turaman degan bolalar bo'lardi. Nima qilinadi? Srazi bu yerda rasmga qarab, videoga qarab, anaqa pul to'lavorma bu yerdan. Londonga boryapsanmi? Bir hafta gостиница pul to'la. Mayli 4 kun 5 kun gостиница pul to'la. O'sha 4 kun 5 kun ichida 5-6 ta kvartirani ko'rib kelib bor o'z ko'zing bilan. To'g'ri. Qayerda u rostdan shunaqa rasmdagi joymi, svet ishlayaptimi, suv ishlayaptimi, yo atrof qanaqa joy, rayon qanaqa joy. O'sha narsalarni bilib keyin borgan, keyin pul to'lagan. Uy egasini yuzma-yuz ko'rgandan keyin kontrakt sign qilgan, ancha bezopasniy edi. Chunki ancha muncha mashinniklar bor u yerda. Mana pulni oladi, uy beraman deydi. Londonga borsa, yo'q, uy ham yo'q. U adresi egasi ham boshqa odam olib chiqadi. Talabani o'zi ham arenda beruvchi odam ko'radi, keyin arenda beruvchi odam talabani ko'rib, o'sha anaqa ishonch anaqasi oshadi. Shunaqa. O'zi men ham masalan, shu aytganingizdek, birinchi yiliga yotoqxonada yashashni tavsiya qilaman, shu universitet yotoqxonasida. Shu adaptatsiya bo'ladi. Shu o'ziga tanishlar o'rtoqlanadi. Keyin baribir xatabi talaba bo'lsanmi, xatabi 1 yil shu nima deydi, student bo'lib yashagin degandek. O'sha vibe. Keyin o'sha 4 yildan keyin o'sha mana sog'inasan momentlarni. Mana shunaqa qilmabman. Keyin afsuslanadi baribir. Xatabi 1 yil qilish kerak. 1 yildan keyin mayli o'sha mana o'sha odam har xil o'ziniki bo'lib qoladi. Keyin mustaqil yashash uchun ham masalan, как trampolinda, masalan, hamma ham O'zbekistonda masalan bir o'zi yashaydi. Biz ham teng bo'lib O'zbekistonda ko'pchilik ota-ona bilan yashaymiz. Bu yerda borib, baribir ana yotoqxonada salpal nima deydi? Как будто бы kimdir qaragandek tuyuladi-da. Yotoqxonada shunaqa narsa bor, safety jihatdan, boshqa jihatdan. Keyin 1 yildan keyin o'sha bemalol. Keyin Londonda ham o'zi bir oladi-da, qayerda qanaqa. Qaysi rayondan uy olgan yaxshi, qaysi rayondan olmagan yaxshi. Qayerdan o'qishga qatnashish, to'pa-to'g'ri aytasiz. Bu narsaga men ham qo'shilaman. Xo'p, accommodationlarni ham boshqa mavzularga gaplashib, endi yana bir eng muhim mavzularimiz болезненный ham bo'ladi. Ko'p talabalar anaqa dardi desam bo'ladi. Shu endi qisqa aytaman, Oxford International shu bizning hamkorlarimiz orqali Foundationga va Greenwich boshqa universitetda topshirayotgandan oldin talablarga o'sha masalan to'g'ri kelib, hamda hujjatlar toshib bo'lgandan keyin bitta muhim etap, menimcha desak bo'ladi, etap bor. O'shani talabalar har bitta talaba o'tishi kerak. Bu shu intervyu. Qisqa qilib intervyu deyman. Endi imini nimaligini o'zi tushuntirasiz va o'sha nimaligi, qanaqa bo'ladi jarayoni, nima uchun, shu oxirida nimaga bu narsa qilyapti, o'shani tushuntirib bersangiz. Xo'p, bu precast intervyu, ana precast intervyu haqida aytayotgan bo'lsa, ko'pchilik joyda u credibility intervyu deb keladi. Bu intervyuni bizdagi masalan universitetlarimiz yoki kollejlarimizda hammasida emas, faqatgina Oxford International Pathway Centers, ya'ni o'zimizning Londondagi va Oxforddagi kollejlarimizda, foundation o'qitadigan kollejlarimizda qilinadi. Bu intervyuni asosiy maqsadi nima? Bolani ingliz tilini qaysi darajada biladi tekshirish emas, o'zi yetak IELTS UKV 4.5 bilan kirgan talabada. Buni intervyu qilayotgan odam compliance team deymiz, o'sha yerda ishlaydigan odamlar bo'ladi. Bu talabaga mabodo konsulstva, Angliya konsulstvasi viza berishdan oldin telefon qilib qolsa, bu talaba o'sha konsullik savollariga javob bera oladimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zi bu talaba haqiqiy talabami yo ishlagani kelyaptimi yoki prosta aylangani kelyaptimi, rostdan qo'ygani kelyaptimi degan savoliga galga qo'yish. Ketmoqchiman. Anaqa bo'lmas, bilasiz. O'shaning uchun bu narsani so'raydi. Bu masalan kollejga finansiy точка зрения qaragan bo'lsangiz, невыгодный bo'lishi mumkin talabalarga yo'q deyish. Lekin Angliya hukumatining o'ziga yarasha talablari bor. Litsenziya masalalarida, boshqa masalalarda, o'shaning uchun majbur ular ham bu narsani qiladi. Hamma joy emas, ular shu narsani qiladi. Intervyuda nimalar haqida so'raladi desangiz, o'zi asosiy bir 4-5 ta pointlar bor, которые bundoq qarasangiz logично Angliyaga o'qishga ketayotgan talaba bilish kerak va to'g'ri kelish kerak bo'lgan narsalar. Birinchisi, nimaga o'zi Angliyani tanlayapsan? Nimaga O'zbekistonda o'qimayapsan? Nimaga Amerikada o'qimayapsan? Nimaga Yevropani tanlamading, boshqa davlatlarni?
nimaga xitoyga o'qishga ketmayapsan degan savolni bola asosiy maqsadini yoki konkretniy maqsadini aytishi kerak. Men Angliyada o'qimoqchiman, chunki mana bunaqa sabablari bor. Keyin aytadi, o'zi boshqa davlatlarni ham qiziqib ko'rdingmi deb so'raydi. Ha, qiziqdim. Hammasini solishtirib ko'rdim. Men rostdan shu yerga ketmoqchiman degan anaqasini aytadi. Sababini aytadi. Keyin aytaylik, Angliyada boshqa kollejlarga, boshqa universitetlarga ham topshirdingmi degan savolni beradi ular. Ha, o'zi bunday olib qarasangiz, Angliyaga o'zlik bu joyga bormoqchi bo'lgan talaba variantlarni ko'rib chiqadi-da. To'g'ri. Aytaylik, qimmatroq mashina olmoqchi bo'lsak, har xil avtosalonlarni ekani, mashina sotadigan odamlarning narxini, boshqasini qiziqqanmiz-ku. Xuddi shu, bu universitet tanlayapti, budishisini tanlayapti, solishtirib ko'radi. 10,000 so'mlik narsa olmayapti, bu 10,000 funt sterling yoki 15,000 funt sterling narsa olyapti. Solishtirib ko'ryaptimi rostdan degan savolni beradi ular. Mana shu prikaz intervyuga bizning o'zimiz konsultantlarimiz tayyorlanishga yordam berishadi. Shaxsan siz o'zingiz ham masalan ba'zi bir talabalar bilan intervyular qilib, mock intervyular asosiy intervyu bo'lishidan oldin shu mana siz o'zingiz tomoningizdan mana shuncha tajribangiz katta, intervyular qilgansiz, mana boshqa anaqa talabalarga qaraganda nima maslahat berasiz? Qanaqa qilib masalan tayyorlanish mumkin? Balkim veb-saytdan ko'rish kerak. Endi to'g'ri biz o'zimizdan yordam beramiz, uni talaba balkim o'zi ham tayyorlangisi kelsa nima qilishi? O'zi mana buni sizlarga ham boshqa partnyorlarimizga ham intervyuga tayyorgarlikda nima maslahat beramiz? Ikki xil varianti bor-da. Bittasi sizlar konsultant sifatida unga o'qituvchiga o'xshab yodlatib qo'yasizlar. Bu rekomendatsiya qilinmaydi, chunki u esdan chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana shunaqa yodlatilsa, ko'pincha bolani ingliz tili darajasi kerak bo'ladi. Hozir ingliz tili zo'r bo'lgan bola yodlab olishi mumkin. O'zi ingliz tili 4,5 zo'rg'a 5 olgan bolaga yodlagandan ko'ra, u internetda kirsin-da, ruscha qulay bo'lsa ruschada, o'zbekcha qulay bo'lsa o'zbekchada research qilsin. Googledan shu universitetda shu savollarga rosta kasm o'zbekcha javob bersin-da. To есть o'zini xayolida o'zbekcha javoblarni topib olsin bu savollarga. Men o'zbekchada tayyorlayman uni. Intervyuda bilsangiz, mock intervyuda men o'zbekcha savollar beraman hozir. O'zbekcha tayyor bo'lganidan keyin ana endi buni ingliz tiliga ozgina tarjima so'zlari bilan tushunib olish kerak. O'zini so'zi bilan gapirsin. Intervyu qilayotganlar ham xuddi shu narsani aytadi. Ya'ni biz bolani ingliz tilini tekshirmayapmiz, biz rostdan shu o'qishga o'tdimi degan narsani tekshiramiz deydi. O'zini so'zi bilan hatabi yetkazayotgan talabani ular o'tkazadi. Lekin yodlab olgan bo'lsa ham, lekin informatsiyani noto'g'ri yetkazayotgan bo'lsa o'tkazmaydi ular. Tim bo'lib yodlayotgan odamni o'sha compliance team dedingiz, o'sha intervyu o'tkazadigan menimcha jamoa o'sha mutaxassislar bittada bila olsa kerak. Ular tajribasi katta, lekin yodlayotgan odamlar ham tera anaqada xuddi ssenariy bo'yicha ketsa, u sразу bilinadi. Ya uni bilsa, lekin masalan savoliga javob bersa o'tib ketaveradi talaba. Просто o'ziga yaxshiroq bilgani o'zbekchada. No endi men o'ylaymanki, agar chet davlat ketolsan, tim bo'lib u bir o'zing bo'lasan, mustaqil yashaysan, baribir haqqa borasan, nima qilasan, hamma narsani bilgani yaxshi-da. Plan qilib, masalan, даже bilishdan gap emas. Prям menimcha planlashtirsa 100% mana shunaqa bo'ladi deyilmaydi-ku. No, planlashtirsa o'sha qanaqadir o'shanda ham. Просто bizda ko'p studentlar bunga tayyor bo'lmaydi, chunki bizda intervyular ko'p bo'lmaydi. Umuman olganda maktablarda yoki studentlar ko'pincha ular shok bo'lib qolishadi. Native kelib, speakerlar kelib savol so'rasa, imini Angliyaga nimaga ketyapsan, bu bo'lsa, ozgincha ularda shok hissasi ham bo'lib qolishi mumkin. Konsultant vazifasi deb uchun. O'shaning uchun biz boshdan oxirigacha tushuntirib, sizga ham rahmat, shu 1-2-3 martalabdan mock intervyularga tayyorlab studentlarimizni. Bizda shunaqa holatlar ham bo'lgan. Keyin Oxford Internationalda 2 martagina chans beriladi. Bittasidan agar ikki marta podrat beriladi. Ya'ni bitta intake'ga ketayotgan talaba, aprel intake yaqinda bitta 3 ta talabalardan bittasida shu muammo bo'ldi. Bitta intake'ga ketayotgan talaba 2 ta shans beriladi. Aprel intake'ga ketayotgan talabangiz birinchisi qildi, unga ozgina vaqt berildi, tayyorgarlik qildi, o'tolmadi, to'g'rimi? U talaba bo'ldi bizga topshira olmaydi degani emas. U sentyabrga intake'ga beriladi, topshirsin. Nimaga desa, orada ozgina vaqt o'tishi kerak-da. U anaqa emas-ku, deydi, xohlagan paytda o'tkazaveradigan anaqa emas. O'zi bittada chop olmayapti, 2 ta shans beryapti, 2 ta shans o'ta olmayaptimi? Seryozniyroq tayyorlansin degan narsa. Ochig'ini aytaman, orada
adashmasam sizlarni student yilida bo'ldi, 3-shans berildi-da. Да. 3-shans berilganiga o'sha boya aytganimdek taktika let's try degan narsa bo'ldi. U yerda situatsiya sal boshqacharoq edi. Bu bolalarni bittami ikkita savolga noto'g'ri javob berganiga ozgina tayyorgarlik qilishiga vaqt berdik-da. Boshqatdan topshirdi, o'tib ketdi. Shunaqa holatlar ham bor. Kimdir hayajonlanadi masalan. Lekin bu degani hammaga 3-shans so'rayverish kerak degani emas. Да, to'g'ri, bitta studentimiz bordi, yanvar inteka qilgandik, adashmasam. Yanvardamidi? Да, yanvarda edi. U bola angliskisi IELTS yaxshi edi, speaking yaxshi emas. Biz necha 10 martalab tayyorlasak ham ozgincha yetmay qolib, ikki marta shansda ham yiqildilar. Xudoga shukr, lekin yanvar aprel intekka уже birinchi shans o'zida o'tib ketdilar, tayyorladi. Chunki уже nima haqida qanaqa bo'lishini bilganda u bola уже bu safar hayajon bo'lmagan, uverенный kirib, uverенный gaplashib xuddi bu mana aytdingiz boshida kofe shopga kirganda menda shunaqa shok bo'ldi. Kofe bering desam, keyin nimadir keyin nima keyin 3-4 martadan keyin sekin gap ketdi. ularda ham shunaqa bo'ladi-da, chunki native ko'rgandan keyin. Уже hozir konsultantlari aytayotdi, hozir kechqurun turg'izib so'rasangiz sira javob beradigan darajada kelib qoldi deb aytadilar. Lekin bu juda ham zo'r aniq tajriba bo'lib. Bu kelajakda даже menimcha ishga kirayotganda ham menimcha ishda job intervyuda ham narsa bemalol o'tib ketsa bo'ladi. Shunaqa men job intervyuga o'xshagan narsa o'zida. Yaxshi, lekin bizda bitta ikkita shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Asosan xudoga shukr, qo'shqo'q studentlarimiz yaxshi o'tib ketadi bittada yoki ikkinchisida. Shu Angliya universitetlarini menga shunisi yoqadi. Har bitta qilinadigan narsalar prosta qilinmaydi. Har bittasi sababi bor. Keyin masalan aytaylik, mana shu narsa qilindimi, keyin o'sha narsani kelajakda ham katta foyda keltiradi. Narxlari belgilangan, shuncha kontrakt. Даже o'sha mana shu intervyu ham o'ylab ko'rsangiz nima qilinish kerak desangiz ham как раз o'sha ma'lumotlarni u bola biladimi yo'qmi deb tekshirib oladi. Rostdan yaxshi narsa, to'g'ri. Qancha pul ishlatadi, qancha ishlatish kerak, kim sponsor, qayerda yashaydi. Bu narsani tayyor bo'lish kerak. yana o'zi aytaylik, universitet tomonidan yoki shu kollej tomonidan, aytaylik Oxford International tomonidan qarangan bo'lsak, bu narsani qilmasa bo'lmaydi-da. Chunki boyaga aytganimizdek, har xil maqsad bilan Angliyaga ketayotgan bolalar bor. O'qigani ketayotgan bolalar rosta kasbiga o'tadi intervyudan ko'pi. Chunki u rostdan research qiladi, rostdan qiziqadi, rostdan o'rganadi, boshqa qiladi, intervyudan o'tib ketadi. Bir xil talabalar bor, o'tga maqsadi o'qish emas. Prosta yetib borib, u shunday yuvib qoladi. Ishlab yuradi, ularga bilmayman kim qanaqa erta yetib bergan qulog'iga. O'tga borsang, daraxt silkitsang pul tushadi deganmi yoki pul topish oson deganmi, sen bo'la hozirgi paytda shunaqa situatsiyalar ko'p bo'lyapti. Bu narsa kimga minus? U yoqda talabani chaqirayotgan, talabaga kafillik berayotgan organizatsiyaga minus bo'lganligi uchun buni qilish kerak. Shu qilayotganida ham o'zi bu ish qilayotgan bolalar chiqib qoladi-da. Bu narsani qilmasa, ertaga yopilib ketib qoladi-ku ham. Menimcha kelajagiga qancha masalan Angliyaga borib, illegalniy ofitsialniy ishda qisqa muddatda qanaqadir narsa yuta olish mumkin-ku, keyin kelajakda perspektivada bu baribir. Ko'pi qisqa muddatda ham shart yutamaydi. Тем более qisqa muddatda ham. И keyin ну такой положительный joyini, pozitivniy joyini ham aytib ketaylik. Yillar davomida shu narушениялар yoki problemalar O'zbekiston talabalari bilan o'zi oxirgi yillarda 2 yil ichida kamayishib boshladi. Tendensiya orqaga qaytish boshladi. U bir bundan ko'tarildi-yu, bu sekin orqaga qaytish boshladi, xudo xolos. Bekzod aka, shuncha bergan ma'lumotlaringiz uchun kattakon rahmat. Bilaman, talabalarda yana ko'p savollar bo'lishi mumkin. Albatta, shu bizani Stadin ofisimizga kelsanglar yoki telefon qilsanglar, biz qo'shimcha savollarga javob berishga tayyormiz. Shu bilan birga eslatib o'tmoqchiman, 11-aprel kuni bizning tashkilotimiz U-Enter innovatsion markazida Education Fair ta'lim ko'rgazmasini o'tkazadi. Ta'lim ko'rgazmasiga albatta kelinglar, chunki tadbirimizga 10 tadan ortiq universitetlar qatnashadi. Shu bilan birga Oxford International ham keladi. Va tadbirimiz o'zbek tilida, ingliz tilida, rus tilida bo'ladi. Masalan, agar ota-onangiz bilan kelsangiz, agar savollar bo'lsa, masalan, ota-onangiz ham bemalol kelib qatnashishi mumkin. Undan tashqari, tadbirda master class bo'ladi. Masalan, master class nima haqida bo'ladi? Chevening yutish haqida yoki el yurt umidi haqida, shu qanaqa bitosa bo'ladi va boshqa universitetlarda bor scholarshiplar haqidagi mavzudagi master class bo'ladi. Albatta kelinglar, qatnashinglar. Hammaga rahmat. Bekzod aka, yana bir bor sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat, chaqirganingizga xursand bo'ldim. O'ylaymanki, videomiz foydali bo'ladi talabalarga yoki shu abituriyentlarga, talaba bo'lmoqchi bo'layotgan
bu videoda bergan ma'lumotlarimiz yetarli bo'lmagan bo'lsa, xudo xohlasa 11-aprelda o'sha tadbirlarda UEnterda ko'rishamiz. Talabalarga o'zligi kelishsa kutib qolamiz. Ota-onaligi bilan kelishsa ularga ham bemalol ma'lumotni beramiz. Va bizning partnyorimiz Studying jamoasiga kattakon rahmat. Ma'lumotlar Oxford International haqida ma'lumot kerak bo'lsa, Oxford International universitetlarida o'qimoqchi bo'lgan talabalarga obязательно tavsiya etib qolamiz. Hammalarga rahmat. Rahmat.